Mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan mamlakatimizda e'lon qilingan mahallada obodlik va mehr-saxovat oyligi doirasida Farg'ona shahrida obodonlashtirish va ijtimoiy ko'mak ishlari izchil davom etmoqda. Mustaqilligimizni 35 yilligi arafasida mana hurmatli davlatimiz rahbari tomonidan e'lon qilingan dolzarb 40 kunlik mobaynida aynan viloyat soliq boshqarmasiga Farg'ona shahar hududlaridagi 74 ta mahalla fuqarolar yig'ini biriktirib berilgan. Jumladan har kuni biz o'sha jamoatchilik bilan o'zimizning xodimlar va albatta mahalla fuqarolar yig'inidagi fuqarolar bilan hududlarda, joylarda, mahalla fuqarolar yig'inidagi ko'chalarda, jumladan bunaqa qabristonlarda obodonlashtirish ishlarini olib boryapmiz. Hammamiz ertalabda baholi qudrat chiqib, qabristonda bugun mana Yormozor mahalla fuqarolar yig'inidagi Poshshopirim qabristonida hammamiz birgalashib hashar ishlarini olib boryapmiz. Albatta mustaqilligimizga bu menimcha chiroyli tuhfa bo'ladigan umiddaman. Bundan tashqari kam ta'minlangan oilalarni bir ijtimoiy tomondan yordam qilish, kerak bo'lsa uylarini ta'mirlash ishlarini ham qilib boryapmiz. Yormozor mahallasidagi qabristonda o'tkazilgan hasharda soliq xizmati xodimlari va hududdagi ko'ngillilar ham faol qatnashib, tozalash va tartibga keltirish ishlariga hissa qo'shdilar. Mustaqilligimizning 35 yilligi to'yi arafasida bo'layotgan bu alohida bu ahamiyatga ega. Aholimiz ham ko'tarinki ruhda bu tadbirlarni o'tkazishga o'zlarining istaklarini bildirganlar va xayrixohlik bildirganlar va ko'tarinki ruhda mana bu ishlar hozir olib borilmoqda. Bu ishlar faqat qabristonda emas, mahallalarimiz ko'chalarida, guzarlarimiz hammasini obod qilish jarayonlari olib borilmoqda. Dolzarb 40 kunlik doirasida esa ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning holidan xabar olinib, ularning muammolari o'rganilmoqda. Jumladan, Yormozor mahallasining Musaffo ko'chasida istiqomat qiluvchi fuqaro xonadoniga ta'mirlash ishlari zarurligi aniqlanib, viloyat soliq boshqarmasi tashabbusi bilan kerakli qurilish materiallari shu kunning o'zida yetkazib berildi. Davlat tarafdan qilib berishyapti, yordam berishyapti hammasi. Rahmat, prezidentimizga ham rahmat. Bu kabi tashabbuslar mahallalarni obodonlashtirish bilan birga aholi farovonligini oshirish va mehr-saxovat muhitini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.